Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar. Bugun men juda muhim masalani oddiy tilda tushuntirib beraman. 1 avgustdan pensiyalar oshishi va ayniqsa pensiyalar uchun ikki bosqich tartibi nimani anglatadi? Bu ma'lumot nafaqat hozir pensiya olayotganlar, balki yaqin yillarda pensiyaga chiqadiganlar, ota-onasi pensioner bo'lgan farzandlar, rasmiy ishlayotgan fuqarolar va mehnat stajini to'g'ri yuritayotgan hamma uchun muhim. Agar siz pensiya olsangiz, yo'lingizda pensioner ota-onangiz bo'lsa yoki ishlayotgan bo'lsangiz, bu videoni oxirigacha ko'ring. Chunki birgina hujjatdagi xatolik staj noto'g'ri ko'rsatilgani yoki qayta hisoblash uchun vaqtida murojaat qilmaslik sababli odamlar oyma-oy o'ziga tegishli pulni ololmay qolishi mumkin. Hozirning o'zida kanalga obuna bo'ling. Videoga like bosing, chunki men bu yerda murakkab rasmiy gaplarni oddiy hayotiy misollar bilan tushuntiraman. Avvalo masalani sodda qilib olaylik. Pensiya oshishi deganda ko'pchilik bitta narsani tushunadi. Demak, hammaning pensiyasi bir xil miqdorda ko'payadi. Aslida esa bunday emas. Pensiya oshishi bir necha xil yo'l bilan ta'sir qiladi. Birinchisi davlat tomonidan belgilangan umumiy oshirish bo'ladi. Masalan, yoshga doir pensiya, nogironlik pensiyasi, bo'g'uvchisini yo'qotganlik pensiyasi yoki ijtimoiy nafaqalar ma'lum foizga indeksatsiya qilinadi. Ikkinchisi, ayrim fuqarolarda ish staji, ish haqi, rasmiy badallar va yangi taqdim etilgan hujjatlar asosida pensiya qayta hisoblanishi mumkin. Uchinchisi, ishlayotgan pensionerlar masalasi bor. Ya'ni odam pensiyaga chiqqan, lekin hali ham ishini davom ettiryapti. Ana shu holatda qo'shimcha ishlagan davr kelajakdagi pensiya miqdoriga qanday ta'sir qiladi? Qachon hisobga olinadi? Qaysi bosqichda ko'rib chiqiladi? Mana shu savollar juda ko'p. Oldin qanday edi? Ko'p odam pensiyaga chiqqach, endi pensiyam tayinlandi, hammasi tugadi deb o'ylardi. Ishlashda davom etsa ham, uning qo'shimcha staji yoki keyingi rasmiy daromadi pensiyasiga darhol ta'sir qilmaydi deb hisoblar edi. Ba'zilar esa aksincha, men ishlayapman, demak har oy pensiyam o'z-o'zidan ko'payib borishi kerak deb o'ylaydi. Ikkala qarash ham to'liq to'g'ri emas. Chunki pensiya tizimida hamma narsa rasmiy ma'lumot, sug'urta badallari, elektron mehnat daftarchasi, soliq ma'lumotlari va pensiya jamg'armasidagi hisob-kitoblar asosida yuritiladi. Endi nima o'zgaryapti? 1 avgustdan pensiya miqdorlarining oshishi pensionerlar uchun umumiy yangilik bo'lsa, ishlayotganlar uchun ikki bosqich deganda men eng avvalo ikki narsaga e'tibor qarataman. Birinchisi, umumiy oshirish natijasida amaldagi pensiya summasi ko'payadi. Ikkinchisi, ishlayotgan pensioner yoki pensiya yoshiga yaqinlashgan fuqaro o'zining keyingi ish davrlari, rasmiy maoshi va staji to'g'ri aks etganini tekshirish kerak bo'ladi. Chunki tizim qanchalik elektronlashmasin, amaliyotda xatolar uchraydi. Kimningdir mehnat daftarchasidagi yozuv elektron bazaga kiritilmagan, kimningdir korxonasi eski davrda tugatilgan, kimningdir ish haqi to'g'risidagi ma'lumot arxivda qolgan, kimningdir nomi yoki tug'ilgan sanasida bitta harf farqi bor. Endi men eng asosiy savolga o'taman. Bu yangilik kimlarga taalluqli? Birinchi guruh, hozir yoshga doir pensiya olayotgan fuqarolar. Agar siz pensiya olsangiz, avgustdan keyin pensiya to'lovingiz oshirilgan miqdorda kelishi kerak. Bu odatda alohida ariza yozmasdan avtomatik tarzda amalga oshiriladi. Lekin men doim bitta narsani aytaman. Avtomatik degani tekshirish shart emas, degani emas. Bank kartangizga tushgan pulni pochta orqali olsangiz to'lov vedomostisidagi summani, SMS xabardagi miqdorni avvalgi oy bilan solishtiring. Farq belgilangan oshirishga mos keladimi, yo'qmi, shuni ko'ring. Ikkinchi guruh ishlayotgan pensionerlar. Masalan, otaxon 62 yoshda pensiyaga chiqqan, lekin maktabda qorovul, korxonada hisobchi, bog'chada xo'jalik mudiri yoki bozorda rasmiy ishchi sifatida ishlashni davom ettiryapti. Bunday odamlar uchun eng muhim masala shuki, ish joyi rasmiy bo'lishi kerak, mehnat shartnomasi bo'lishi kerak, ish haqi rasmiy o'tkazilishi kerak, soliq va ijtimoiy to'lovlar tizimda ko'rinishi kerak. Agar ish og'zak kelishuv asosida bo'lsa, ya'ni bugun ishlaysiz. Oy oxirida qo'lga naqd pul berishadi. Lekin hujjatda siz umuman ishlamayotgandek ko'rinsangiz, bu davr pensiya hisobida sizga yordam bermaydi. Keling, oddiy misol qilaman. Abdulla aka pensiyaga chiqqanida 35 yil staji bor edi va unga 1.800.000 so'm pensiya tayinlandi. Keyin u yana 2 yil rasmiy ishladi. Ish haqi plastik kartaga tushdi. Mehnat shartnomasi bor. Soliq hisobotlarida hammasi ko'rinib turibdi. Agar qonunchilikda ishlayotgan pensionerning qo'shimcha ish davrini qayta hisoblash tartibi nazarda tutilgan bo'lsa,
Abdullah aka keyingi bosqichda pensiyasini qayta ko'rib chiqish imkoniyatiga ega bo'ladi. Bu degani uning pensiyasi faqat 1 avgustdagi umumiy oshirish bilan cheklanib qolmasligi, keyingi staj va daromadlar asosida ham ko'rib chiqilishi mumkin. Endi boshqa misol. Mohira opa pensiyaga chiqqan, lekin qo'shni tikuvchilik sexida ishlaydi. Har oy unga pul berishadi, lekin rasmiy shartnoma yo'q. Mohira opa, men 3 yildan beri ishlayapman, nega pensiyam oshmaydi deb so'rashi mumkin. Mana shu yerda muhim nuqta bor. Pensiya tizimi og'zaki ishlaganingizni emas, rasmiy tasdiqlangan ishlagan davringizni ko'radi. Shuning uchun men har bir tomoshabinga aytaman. Ish joyingizdan rasmiy buyruq, mehnat shartnomasi, ish haqi hisoblanganligi va soliq to'langanligi ko'rinadigan hujjatlar bo'lmasa, keyin isbotlash qiyin bo'ladi. 3-guruh. Pensiyaga chiqish arafasida turganlar. Masalan, erkaklar pensiya yoshiga yaqinlashgan, ayollar ham kerakli yoshga yetay deb qolgan. Bu odamlar uchun 1 avgustdagi oshirishdan ham muhimroq narsa bor. Pensiya tayinlanishidan oldin o'z stajini to'liq tekshirtirish. Chunki pensiya 1 martda noto'g'ri tayinlansa, keyin uni tuzatish mumkin. Lekin vaqt ketadi, asab ketadi, arxivga borish kerak bo'ladi. Ayrim paytda sudga murojaat qilishga to'g'ri keladi. Shuning uchun pensiyaga chiqishdan kamida 6 oy oldin tayyorgarlikni boshlash kerak. 4-guruh nogironlik pensiya yoki boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi oluvchilar. Ularda ham umumiy oshirish bo'lishi mumkin, lekin qayta hisoblash masalasida hujjatlar alohida ahamiyatga ega. Masalan, nogironlik guruhi o'zgargan bo'lsa, tibbiy mehnat ekspert komissiyasi xulosasi yangilangan bo'lsa, oilada boquvchisini yo'qotgan bola o'qishni davom ettirayotgan bo'lsa, o'qish joyidan ma'lumotnoma kerak bo'lishi mumkin. Har bir holatda pensiya turi va shaxsiy vaziyatga qarab talablar farq qiladi. Endi ko'pchilik so'raydigan savol. Qancha qo'shiladi? Men bu savolga mas'uliyat bilan javob beraman. Aniq miqdor har bir odamning hozirgi pensiyasiga, pensiya turiga, belgilangan oshirish foiziga va qo'shimcha qayta hisob-kitob bor yo'qligiga bog'liq. Shuning uchun men sizga hisoblash mantiqini ko'rsataman. Masalan, bir pensioner hozir 1.500.000 so'm pensiya olyapti. Agar umumiy oshirish 10% bo'lsa, uning pensiyasi 1.000 so'mga ko'payib 10.600.000 so'm bo'ladi. Agar 15% bo'lsa, 1.000 so'm qo'shiladi. Agar 15% bo'lsa, 2.25.000 so'm qo'shiladi. Demak, foiz bir xil bo'lsa ham, pensiya miqdori katta bo'lgan odamda qo'shimcha pul ko'proq ko'rinadi. Pensiyasi kamroq bo'lgan odamda esa kamroq bo'ladi. Bu tabiiy holat. Yana bir misol. Karim aka 2.200.000 so'm pensiya oladi. 1 avgustdan umumiy oshirish qo'llanadi. U bundan tashqari pensiyaga chiqqandan keyin yana rasmiy ishlab kelgan. Agar uning qo'shimcha ishlagan davri qayta hisoblashga asos bo'lsa, unda ikkita o'zgarish bo'lishi mumkin. Avval umumiy oshirish qo'llanadi. Keyin staj va daromad bo'yicha qayta ko'rib chiqish natijasida yana farq chiqishi ehtimoli bor. Lekin men bu yerda alohida ogohlantiraman. Har doim ham qo'shimcha ishlagan 1 yil pensiyani keskin oshirib yubormaydi. Chunki hisob-kitobda o'rtacha ish haqi, ilgari olingan maosh, belgilangan chegaralar, staj normasi va boshqa ko'rsatkichlar inobatga olinadi. 3-misol. Zaynab opa 1.100.000 so'm pensiya oladi. Lekin uning 1990 yillardagi 5 yillik ish staji pensiya tayinlanganda hisobga olinmagan. Sababi korxona yopilgan, hujjatlar topilmagan. Keyin farzandlari arxidan ma'lumotnoma topib kelishdi. Agar bu hujjat to'g'ri rasmiylashtirilgan bo'lsa, Zaynab opaning pensiyasi qayta hisoblanishi mumkin. Bu yerda 1 avgustdagi oshirish alohida, yo'qolgan stajni tiklash alohida masala. Ko'pchilik mana shu ikki narsani aralashtirib yuboradi. Davlat oshirsa hamma oladi. Lekin sizning shaxsiy stajingiz bo'yicha xatolik bo'lsa, uni faqat hujjat bilan isbotlab, murojaat qilish orqali hal qilasiz. 4-misol. Rustam aka pensiyada, lekin xususiy korxonada ishlaydi. Korxona unga 3 million so'm rasmiy oylik ko'rsatadi. Qolganini naqd beradi. Rustam aka keyin men aslida 6 million olardim desa ham, pensiya hisobida 6 million emas. Hujjatda ko'ringan 3 million ahamiyatga ega bo'ladi. Shuning uchun ish beruvchi bilan qolganini konvertda beramiz degan kelishuv bugun qulay ko'rinsa, ham ertaga pensiya, kredit tarixi, nafaqa, kompensatsiya va boshqa huquqlarda zarar keltirishi mumkin. Endi eng muhim qismga keldik. Qaysi joylarda odamlar ko'proq adashadi? Birinchi xato, men pensiya olaman, demak hech qayerga borishim shart emas deyish. Umumiy oshirish bo'yicha odatda alohida murojaat talab qilinmaydi.
Lekin agar sizning pensiyangiz noto'g'ri hisoblangan bo'lsa, stajingiz to'liq kiritilmagan bo'lsa, familiyangiz o'zgargan bo'lsa, arxiv hujjatida ism sharifda farq bo'lsa, o'sha masala avtomatik tuzalib qolmaydi. Siz murojaat qilishingiz kerak. Ikkinchi xato, ishlagan davrini faqat mehnat daftarchasi bilan cheklab qo'yish. Eski davrlarda mehnat daftarchasi asosiy hujjat edi. Hozir esa elektron ma'lumotlar ham muhim. Lekin ba'zi hollarda mehnat daftarchasidagi yozuv bor, ammo buyruq raqamina to'g'ri muhr o'qilmaydi. Korxona nomi o'zgargan. Arxivda tasdiq yo'q. Bunday holatda pensiya jamg'armasi qo'shimcha ma'lumot so'rashi mumkin. Shuning uchun eski hujjatlarni ehtiyot qiling. Mehnat daftarchasi, diplom, harbiy xizmat hujjati, bolalar tug'ilganlik guvohnomasi, nikoh yoki ajrim guvohnomasi. Arxiv ma'lumotnomalari, ish haqi to'g'risidagi ma'lumotnomalar. Uchinchi xato. Qo'shnimga falon miqdorda qo'shilibdi. Menga ham shuncha qo'shilishi kerak deb o'ylash. Pensiya shaxsiy hisob-kitob. Ikki kishi bir mahallada yashashi. Bir yoshda bo'lishi, hatto bir korxonada ishlagan bo'lishi mumkin. Lekin ulardan birining staji 38 yil, boshqasining 25 yil, birining rasmiy ish haqi yuqori bo'lgan, boshqasining maoshi past ko'rsatilgan, birining imtiyozli davrlari bor, boshqasida yo'q. Shuning uchun pensiya miqdori bir xil bo'lmasligi tabiiy. To'rtinchi xato. Pensiya yoshiga yetgach, hujjatlarni oxirgi oyda yig'ish. Bu juda katta xato. Chunki arxivdan ma'lumotnoma olish ba'zan bir haftada bitadi. Ba'zan bir oy, ba'zan undan ham ko'proq vaqt oladi. Agar korxona boshqa viloyatda bo'lgan bo'lsa, hujjatlarni topish qiyinlashadi. Agar tashkilot tugatilgan bo'lsa, uning hujjatlari qaysi arxivga topshirilganini aniqlash kerak. Agar umuman arxivda ma'lumot topilmasa, guvohlar, sud tartibi, qo'shimcha dalillar masalasi chiqishi mumkin. 5-nozik jihat, ishlayotgan pensionerlar uchun pensiya va ish haqi munosabati. Ko'pchilik agar pensiya olsam, ishlasam bo'lmaydimi deb so'raydi. Umumiy qoida shuki, pensioner ishlashi mumkin. Lekin ayrim pensiya turlari, ayrim nafaqalar, ayrim ustamalar yoki alohida to'lovlar, daromad, bandlik holati, ish joyi kabi omillar ta'sir qilishi mumkin. Shuning uchun siz faqat umumiy gapga tayanmang. O'z pensiya turingiz bo'yicha pensiya jamg'armasidan aniq javob oling. 6-nozik jihat bank kartasi va to'lov sanasi. 1 avgustdan oshiriladi degani hamma odam aynan 1 avgust kuni ertalab oshgan pulni oladi degani emas. To'lovlar hudud, bank, pochta, vedomost moliyalashtirish grafiki bo'yicha kelishi mumkin. Kimdir oyning boshida oladi, kimdir o'rtasida, kimdir oxirida. Muhimi, avgust oyidan hisoblangan miqdor to'g'ri bo'lishi kerak. Agar kechikish bo'lsa, darhol vahima qilmasdan avval bank ilovasi, SMS, mahalla yoki pensiya jamg'armasi bo'limidan aniqlashtirish kerak. Endi men sizga aniq qadamlarni aytaman. Birinchi qadam, hozirgi pensiya miqdoringizni yozib qo'ying. Qog'ozga yoki telefoningizga iyul oyida qancha olganingizni, avgust oyida qancha tushganini yozing. Agar oldingi oylar bo'yicha SMS xabarlar bo'lsa, saqlab qo'ying. Bu keyin solishtirish uchun kerak. Ikkinchi qadam, shaxsiy hujjatlaringizni tekshiring. Pasport ID karta, PNFR raqami, mehnat daftarchasi, pensiya guvohnomasi, bank kartasi, nikoh guvohnomasi, familiya o'zgargan bo'lsa, tegishli hujjatlar bir joyda tursin. Ko'p muammo aynan ism sharifdagi farqdan kelib chiqadi. Masalan, hujjatning birida Gulnora, boshqasida Gulnoza. Birida otasining ismi Aliyevna, boshqasida Aliyevna deb yozilgan bo'lsa, tizim buni alohida shaxsdek ko'rishi mumkin. Bunday mayda ko'ringan farqlar ham pensiya hisobida muammo qiladi. 3-qadam, ishlayotgan bo'lsangiz, ish joyingizdan rasmiyligingizni tekshiring. Kadrlar bo'limidan mehnat shartnomangiz bor yo'qligini, ishga qabul qilish buyrug'i rasmiylashtirilganini, lavozimingiz to'g'ri yozilganini so'rang. Buxgalteriyadan ish haqi rasmiy hisoblanayotganini, soliq hisobotlariga kiritilayotganini aniqlang. Agar hamma narsa joyida deyishsa iloji bo'lsa, ma'lumotnoma oling yoki elektron tizimda bandligingiz ko'rinishini tekshiring. 4-qadam. Pensiyangiz kam hisoblangan deb o'ylasangiz, og'zaki shikoyat bilan cheklanib qolmang. Pensiya jamg'armasining tuman yoki shahar bo'limiga yozma ariza bilan murojaat qiling. Arizada ism sharifingiz, yashash manzilingiz, telefon raqamingiz, pensiya turi, muammo mazmuni aniq yozilsin. Masalan, mening 1998-1993 yillarda falon tashkilotda ishlagan davrim pensiya hisobiga kiritilmagan deb hisoblayman. Ushbu davrni qayta ko'rib chiqishingizni so'rayman. Arizaga hujjat nusxalarini ilova qiling. Arizani topshirganda kirim raqamini oling yoki elektron tarzda yuborsangiz, tasdiq xabarini saqlang. 5-qadam, arxiv hujjatlarini izlang.
agar eski korxona yopilgan bo'lsa, avval o'sha korxonaning huquqiy vorisi bormi, shuni aniqlang. Keyin tuman, shahar yoki viloyat arxiviga murojaat qiling. Arxivga yozganda, men falon yillarda falon tashkilotda ishlaganman. Ishga qabul qilish va ishdan bo'shatish buyruqlari ish haqi bo'yicha ma'lumotnoma kerak deb aniq yozing. Faqat menga staj kerak deb yozsangiz, arxiv xodimi nimani qidirishni aniq bilmasligi mumkin. 6-qadam. Agar javob sizni qoniqtirmasa, yuqori turuvchi tashkilotga murojaat qiling. Avval tuman bo'limi, keyin viloyat boshqarmasi, zarur bo'lsa respublika darajasidagi idoralar yoki sud tartibi mavjud. Lekin har bir bosqichda hissiyot bilan emas, hujjat bilan harakat qiling. Menga qam berishyapti degan gapning o'zi yetarli emas. Qaysi davr hisobga olinmagan, qaysi maosh ko'rinmagan, qaysi hujjat noto'g'ri talqin qilingan. Shuni ko'rsatish kerak. 7-qadam, farzandlar ota-onasiga yordam bersin. Men buni alohida aytaman, chunki ko'p pensionerlar elektron tizim, bank ilovasi, onlayn murojaat, SMS xabarlar bilan ishlashda qiynaladi. Ota-onangizning pensiyasi tushganini tekshirib bering, hujjatlarini tartibga soling. Agar kerak bo'lsa, pensiya jamg'armasiga birga boring. Ba'zan keksa odamlar mayli shuncha ham yetadi deb o'z haqqini talab qilmaydi. Lekin bu ularning yillab qilgan mehnati evaziga belgilangan huquqi. 8-qadam, mish-mishlarga ishonmang. Telegram guruhlarda, mahallada gaplarda falon tanishim aytdi degan ma'lumotlarda xatolik ko'p bo'ladi. Rasmiy qaror. Farmon, pensiya jamg'armasi izohi, bank to'lovi va shaxsiy hisob-kitobga tayaning. Ayniqsa kimdir pul qilib beraman, pensiyangizni oshirib beraman. Ichkarida odamim bor desa, ehtiyot bo'ling. Pensiya masalasi hujjat bilan hal bo'ladi. Pora yoki tanish bilish bilan emas. Bunday takliflar firibgarlik bo'lishi mumkin. Endi sarlavhadagi eng ko'p qiziqtirgan iboraga qaytaman. Ishlovchilar uchun 2 bosqich. Men buni oddiy qilib shunday tushuntiraman. Birinchi bosqichda umumiy pensiya oshishi barcha tegishli toifadagi pensionerlarga ta'sir qiladi. Ya'ni pensiya bazasi belgilangan miqdorlar yoki indeksatsiya bo'yicha to'lovlar ko'tariladi. Ikkinchi bosqich esa ishlayotgan, qo'shimcha staj to'plagan, rasmiy daromad sharhlangan yoki pensiya hisobida yangi ma'lumot paydo bo'lgan fuqarolar uchun alohida ahamiyat kasb etadi. Chunki bu bosqichda shaxsiy holatlar ko'proq rol o'ynaydi. Misol uchun, bir pensioner ishlamaydi. U faqat 1 avgustdagi umumiy oshirishni oladi. Boshqa pensioner esa ishlaydi, rasmiy oylik oladi, soliq tizimida ko'rinadi. Uning vaziyati qo'shimcha tekshiruv, qayta hisoblash yoki kelgusida pensiya miqdoriga ta'sir qiladigan ma'lumotlarni yangilash nuqtai nazaridan muhim. Yana bir odam pensiyaga chiqmagan, lekin ishlayapti va pensiya yoshiga yaqin. U uchun 2 bosqich shuni anglatadi. Hozirdanoq hujjatlaringizni tartibga soling. Chunki ertaga pensiya tayinlashda har bir yil, har bir rasmiy maosh va har bir hujjat ahamiyatli bo'ladi. Bu yerda yana bitta muhim narsani aytaman. Ishlayotgan pensioner pensiya olayotgani uchun ish beruvchi uni baribir pensiyasi bor deb norasmiy ishlatishga urinishi mumkin. Bunga rozi bo'lmang. Sizning yoshingiz katta bo'lishi mumkin, lekin mehnat huquqingiz bor. Rasmiy shartnoma, xavfsiz mehnat sharoiti, ish haqi, ta'til, kasallik varaqasi, soliq va staj masalalari sizga ham tegishli. Pensiya olishingiz sizni huquqsiz qilib qo'ymaydi. Xulosa qilib aytsam, 1 avgustdan pensiya oshishi yaxshi yangilik, lekin har bir odam o'z holatini alohida tekshirishi kerak. Umumiy oshirish avtomatik bo'lishi mumkin, ammo staj ish haqi, hujjat familiya farqi. Arxiv ma'lumotlari va ishlayotgan pensionerlarning keyingi davrlari alohida e'tibor talab qiladi. Eng to'g'ri yo'l pul tushini tekshirish, hujjatlarni tartibga solish, ish joyining rasmiyligini aniqlash va muammo bo'lsa, pensiya jamg'armasiga yozma murojaat qilish. Agar siz pensiya olsangiz, avgust oyidagi to'lovni avvalgi oy bilan solishtiring. Agar ota-onangiz pensioner bo'lsa, ularga yordam bering. Agar ishlayotgan bo'lsangiz, rasmiy ishlayotganingizni tekshiring. Agar pensiyaga chiqish arafasida bo'lsangiz, hujjatlarni bugundan yig'ishni boshlang. Sizningcha pensiya oshishi yetarlimi? Ishlayotgan pensionerlar uchun qayta hisoblash tartibi yanada soddalashtirish kerakmi? Fikringizni izohlarda yozib qoldiring. Video foydali bo'lgan bo'lsa, albatta like bosing, kanalga obuna bo'ling va bu ma'lumotni ota-onangiz, qarindoshlaringiz va tanishlaringizga yuboring. Chunki pensiya masalasida bir odamning vaqtida bilgan ma'lumoti butun oilaning daromadiga ta'sir qilishi mumkin.